sizning nomingizga kredit rasmlash bo'lmaydi. Алло. Алло, здравствуйте. Ассаламу алейкум. Как вам удобно разговаривать, на узбекском или на русском? O'zbekcha gapiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz marketdan bezovta qilyapman. Xo'sh. Siz bizdagi sovrinli yutuq egasiga aylandingiz. Shu yutuqni olishni xohlaysizmi? Qanaqa yutuq ekan? Marhamat qilib bizga bank kartangizni va shaxsingizni tasdiqlaydigan hujjatlaringizni aytsangiz. Xo'p. Hozir 1 minut. Ko'rsatib nomer necha edi? Eshitaman. Assalomu alaykum. Mahalla profilaktika inspektori tushdi. Bizga uzun marketdan telefon bo'ldi-da, firibgarlar shaxsiy ma'lumotimni so'radi. Shu siz qayerdasiz hozir? Mahalladan aka. Xo'p, aka hozir o'taman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Nima aka? Hozir telefon qildim sizga mana. Shu narsalardan telefon bo'ldi. Aha. Nima dedi? Nima dedi qo'ng'iroq? Uzun bank normalda telefon qildi. Bank shaxsiy ma'lumotlarni bank kartani so'radi. Taqdim qildingizmi? Yo'q, hozir beraman uchun. Juda to'g'ri ish qilibsiz. Haqiqatan ham hozirgi kecha kunduzda ko'pchilik fuqarolarga ushbu turdagi qisqa raqamlardan yoki begona chet el raqamlardan qo'ng'iroq bo'lib o'tiribdi. Ko'pchilik bizga bu masalada murojaat qilibdi. Bunday qo'ng'iroqlarga aslo javob bermang va shaxsiy raqamingizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni, shaxsiy kartangizni taqdim qiling. Shundagina firibgarlar sizni kartangizdan pul yechib ololmaydi, sizning nomingizga kredit rasmlash bo'lmaydi. Ogoh bo'ling. Rahmat.